Afsus, afsus, ota-onam menga haromlikka, ifloslikka, odamlar haqqini ye deb o'rgatishmabdi ekanda. Ha, mayli ular o'rgatishmabdi, hech bo'lmasa o'zim o'rganmaymanmi? Harom pul yeyishdi, odamlar unga ishonib turgan paytda aldashni, kimdir ko'tarilib ketsa darrov orqasini kavlashni yoki-da qilayotgan mehnatiga yarasha padishya qilishni o'rniga oyog'idan tortishni o'rganmabman ekanda men ham. Qisqasi bunday vaziyat bo'ldi. Juda ko'pchilik akkaunt savdo so'radi, akkaunt savdoga anchadan beri aralashmay yurdim. Bilaman, akkaunt savdoni ishi ko'p, boshqasi ko'p, muammolari bor o'ziga yarasha. Meni kuzatadiganlar biladi, chet elda musofirda ishlayman. U akkaunt savdo bilan muammolari bilan yurgan vaqtimga ishlasam o'sha pulni topa olaman bemalol. Falokat bosib yana bir ikki kishi akkaunt savdo so'rasa, akkaunt savdo ochibman-da men ham. O'zi ozib yozib 1 yil deganda bayramga deb 1 haftagina kanikul bergandi. Shu 1 haftani polni men shunga sarflab boribman-a. Abiyodobda haromdan qo'rqmaydigan sotgan akkauntini rest qilyapti. Pul dalnilari hamma narsasi bor, lekin meni ketkizgan vaqtimga arzimaydi-da. Aytishlari mumkin dalnilarni tarqatib yuboring yoki-da nimadir qilib yuboring deb, lekin u yengil jazo bo'lib qoladi-da. Rizq Allohdan ekan, hammasini hisob-kitob qiladigan vaqt keladi. Bizdan ham nimadir o'tgandirki, shunaqa ishlar bo'ldi. Shunday qilib, rest bo'lib ketgan akkauntni pulini berdim. Akkaunt sotib olmoqchi bo'lib pul tashlaganlarning pulini ham qaytarib berdim. Shu bilan akkaunt savdodan chiqdim. Endi hech qanaqa akkaunt savdo yo'q. Bunaqa muammolar bilan uğraşib yurishga hozir menda vaqt yo'q. Lekin shunaqa ahvolga tushib qoldikmi? Shunaqa zamonda yashayapmizmi? Qoyil lekin. Ne bo'ldi bu zamonga, botib ketdik haromga. To'rtta mujik yig'ilib olib ketyapti-ku salonga. Lol qoladi shayton ham deydi menda nima ayb. Tug'ilishidan oldin otasi bo'lganday kayf.